Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar, qo'y chorva ishqibozlari mana bunday toza zotli kashtan hisori sovliq ishqibozlari akalar, bugungi videomizga 4 dona sovliqda o'ta dahshatidan kelganmiz. Mana shu zo'ridan, go'zalidan soni 4 dona o'zi. Ozgina obunachimizga o'ta zo'ridan. Xolasa videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, kanalimizda yangi ko'ryapti turganlar obuna bo'lib tursangiz, xolasa bular narxlarni ham chiroyli qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Hop akalar, bugun biz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'zimizning qo'raga kelgan qo'ylar video syomka jarayonidamiz. Xolasa qo'ldan kelgancha ular ma'lumotni sekin berib boshlaymiz. Akalar, qo'ylarimiz hop mana bu birinchidagi o'zi hali jonivor. Garbonosni qarang. Qulog'i 20 chiqdi. Shuncha kesilgan ekan. Qulog'i 20 chiqdi. Jonivor o'ta zo'r. Qolganlari bu birinchida qo'zi, qolganlari hop 6 tishdan. 6 tish. Ikkovi ham 6 tish. Jonivorlar o'ta zo'r variantidan. Zotga boqaman deganlarga, go'shtga boqsa ham bo'lmasa kerak-ku, lekin go'shtga boqadiganlar ham bor. Unga ham bo'laveradi. O'ta zo'rlardan, lekin qo'y qo'shsangiz yaxshi qo'y bo'ladiganlardan keladi, xolasa jonivorlar. Tush tomonlari ham o'zidan o'ta zo'rlar. Oyoq qo'llari baquvvat, tushlari ham o'ta kelishgan jonivorlar. Hammasi yuzlari tinig'idan. O'ta zo'r variantda. Hop, bularni kelganiga 4 kun bo'ldi. Yeb ichishlar sinovdan o'tdi, xolasa yeb ichishlar o'ta zo'r. Uylaringga borganda yana sinab olasizlar. Bir haftagacha garantiyalari bor. Yemasa, ichmasa, yo'talsa qaytib o'zimiz olaveramiz. Xohlasalar almashtirib beramiz, xohlasalar pullarini qaytarib berib yuboramiz. Qo'ylar sog'lom, turishi ham aytib turibdi jonivorlar. Bir haftagacha sinab olasizlar. Yeb ichishiga garantiyalari bor qo'ylarda. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, bo'ylari 80 ga o'rasizlar hammasini. Hammasi pashti teng 80. Pilisi ham bo'lishi mumkin, lekin minusi yo'q. Hammasi 80 dan pilisi ko'radi. Hop, mana bu qo'zimiz 80 chiqdi. Bular ham 81, 80. Ana atrofida jonivorlar. O'ta zo'r. Mana uchalasi shu 2 ta, 3 ta tuqqan qo'ylar. Yana 5-6 ta bolasi bo'lsa bo'laveradi jonivorlar. O'ta zo'r variantlardan xolos obunachilar. Boqsalaring baraka topasizlar. O'ta zo'rlardan hozir qo'ylarni qo'yib yuboraylik degani, yonimda sherigam yo'q edi, o'zimdim shunga baylab olib. Hop. Qaysi biri yoqqan bo'lsa, yakka ham sotilaveradi. Bitta olaman deganlarga bittasilarni ham sotilaveradi. Hammasilarni ham bittasilarni ham berilaveradi. Anaqa hammasini bir joyga olib sotiladi degan narsa yo'q. Video qilib beramiz obunachilar. Qo'ldan kelgancha bu bo'ylarini o'lchab, tishlarini ko'rsatib, hamma ma'lumotni telegramlarimiz bor. Telegramdan sizlaring qo'ldan kelgancha sizlarga xabar berishga harakat qilamiz. Hop akalar, bularni qo'ldan kelgancha ma'lumotni berdim. Yana qanday kamchilik bo'lgan bo'lsa, shu telefonda, telegramda so'rab olaverasizlar, berilaveradi. Ularning narxiga keladigan bo'lsak, narxlari hammasini to'ttalasini bir joyga olaman deganga 4.800.000 so'mdan ozginadan xayri ham bor. Hammasini bitta olaman deganga, mana bu qo'zini o'zini olaman deganga 5 million so'm. Ozgina xayrini ham beramiz. Qo'zini ham ko'rib turibsiz. O'ta tozasidan. Jullari toza simjunidan. O'zi tulaydigan variantidan. Toza hisori elitasi. Hop, hammasini bir joyga olaman deganga 4.800.000 so'mdan, mana bu uchalasini olaman deganga ham, mana bu ikkitasini olaman deganga ham shunaqadan ketaveradi. Lekin mana bu qo'zini o'zini olaman deganga 5 million so'm. Qo'ydi o'zi tushunadi. Dastavkalarga keladigan bo'lsak, dastavka bizda yordamida O'zbekiston bo'ylab aloqaga chiqaverasizlar. Telefon qilib, mana shu qo'yni chiqarib yuboring desalaring bo'ldi, chiqarib xudo xolasa uylaringga yetkazib olib beramiz. Nechta kerak bo'lsa, 4 tami, 3 tami, 2 tami, bittami chiqarib yuboramiz.
Obunachilar, bugungi videomizga shular. Xudo xolasa, videoda qanday xato kamchilik ketgan bo'lsa uzr so'raymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa, bundan zo'rlari chiqarishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha videoda qanday xato kamchilik ketgan bo'lsa uzr so'raymiz. O'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.